Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalini boshlovchisi Gaziyev Xurshidbek bo'laman. Bugun sizlar uchun Andijonda eng katta mebel markazimizga kelganmiz. Sizlar uchun alohida so'rovlar bo'layotgani uchun bir kishilik yakka spalni deb qo'yamiz. Toshkentda kravat deydi. Shunaqa mebellarimizni xudo xolasa sizlar uchun obzor qilib o'tamiz. Albatta yoqsa like bosasizlar, qo'llab-quvvatlab tursanglar. Mana o'zi sizlarni qo'llab-quvvatlovinglar bilan mana shuncha darajalarga yetyapmiz. Xudo xolasa chiroyli Andijon mebellarining eng zo'rlarini doimiy ravishda ko'rsatib boramiz. Xo'p, efirimizni boshlaymiz. Xo'p, endi obzorimizni mana shulardan boshlaymiz. Ustaka Maqsudbek, qarang, buni eni 90 mi hozir? Bularimizni eni matrasini o'zi 95 ga, uzuni 210 bo'ladi. O'zi odatda 90 bo'ladi, eniga ham 50 ga, 95 ga 210. Uzun odam yotganda 2 metrli odam oyog'i tegib olmaydi. Oyog'i tegmaydi. Matras Toshkentdan kelayotgan matras, zavodda matrasi. Ikki tarafdan ishlayveradi. Nimalari yo'q, hech qanaqa nima. Ikki tarafi ham xib. Tagida sondiq qilib ishlasa ham bo'laveradi. Tagida sifatini ham ko'radigan bo'lsangiz, chotki. Hamma joyiga boltga akada qatirli ha. Hali samarasiga o'xshab etdik, yillarli g'ichirab qoldi, go'nashini qo'yib yubordi, bo'lmaydi bularni. Har bittasi teshilib boltga aka qilib chiqilgan tagi. Yerga tegib turadi, og'ir ko'taraveradi. Qarang, mana ortoped prujina, mana prujina. Bular ortopedический 100%, ortopedический prujinalar bular. Keyin mana materiali ham MDF material. 100% krashin nimalari, krashin. Ranglari ham bor mana. Bunisi yong'oq rangimiz aka. Bunimiz oq rang, miramir rang, mana bu sasna rang. Hammasi chiroyli. Kraska lakilangan. Kraskasi ham xil ekan hammasi bular. Bir xil. Razmeri 92 ga ichini o'zi. Aka, obunachilarim uchun, Xurshidbek Mebelus kanalining obunachilari uchun bo'ladigan qilib yopishtirib ayting. Ommalarga savdo ham qilaman, qimmat aytib yorsiz. Aka, men bu yerda 3,5 million so'm kam bor deb sotyapmiz. Jupini gapiramiz biz odatda. Bir jupa, ham juplasa bo'ladi, alohida qo'ysa bo'laveradi. Bularimiz jupini 3,5 million so'm, 3,3 million so'm beryapmiz bu yerda. Endi kanal obunachilariga 3,2 million so'mdan jupini qilib beraveramiz. Ish sifatli garantiyali matrasliligi uchun ha. Matrasni ham toza matras qo'yilgan, 2 yilga garantiyasi bor. Mana ko'rsangiz ham dokladnoylarigacha bor matras. Aziz obunachilar, matrasligi uchun shu narxda aytyapti usta Maqsudbek, xudo xolasa. Vechniy xizmat qiladigan ishlar. Endi qarang, mana paltarashga bu 120 ligimiz, endi 120 210 bo'ladi matrasining o'zi. Hojidalarga, misol katta odamlar maza qilib, yoniga nevarasi bilan ham sig'averadi. Keng qilib ishlaganmiz bularni. Bularda ham matras tozasidan qo'yilgan bo'ladi. Ikki taraflama rossiyskiy MDF dan tayyorlangan. Yo'llari ham yerga tegib turadi. Shu kishi ham o'tirganda belar sinib oldi demaysiz bularni. Kvadrat odamlar uchun ha. Katta odamlar. Hech qanaqa buni nima mexanizm unaqa. Bularda mexanizm yo'q. Prujina og'irligi uchun mexanizm qo'ymaymiz bularga. Lekin prujinasi ortopedический 100% ortopedический matras, belda ortmaydigan matras, zavod matrasi. Endi buni donaga narxini aytamizda. Buni donasiga 2,5 million so'm kami bor deb 2 million 200 ming so'm beryapmiz. Kanaldagilar 2 million 100 ming so'mdan qilib beraveramiz. Hozir matrasda endi 120 ga, uzuni 210 matrasini o'zi. Keyin kabir maza qilib yotadi. Katta odamlar u yoqqa yumalab, bu yoqqa yumalab, misol belni ham ortmaydi, ham matrasini ham eng tozasi qo'yilgan. Hozir yerdan balandligi 52 sm oyog'ini balandligi, balbetga to'shak qo'yiladi, bu bilan baravar bo'lib ketaveradi. 42 chiqadi, to'g'rimi? 45 yoshdan 46 chiqadi. Chunki yosh kattalarga o'ta baland bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Bemalol turib, hozir to'shaklari hisobi bilan ha, ko'rpachalar soladi. Turib, andan qilaveradi. Obunachilar shu qiynalmaydi. Beribsizlar. Mana o'sha edi, ko'rpachani o'sha edi, shuni hisobiga ozgina ko'tarib qo'yadi. Shuni hisobga olasizlar albatta. Qarang, O'zbekiston bo'ylab buni dastavka qilib chiqarib berasiz. Qarang, yo'l kirasini berishadi. Upakovka qilib, chotki qilib, buni o'zi tayyor holatda bo'ladi. 4 tadan aziz obunachilar u yoqda boshida oyoq tomonida bolt gaykasi bo'ladi. 2 tadan bo'ladi. Unaqa ko'p narsa bo'lmaydi. Murakkab narsasi yo'q. Yig'ib olish oson, buni chotki qilib, upakovka qilib beradi. Xo'p, 2 million 200 ming so'mga beramiz. 2 million 100 ming so'mdan qilib beraveramiz. 2 million 100 ming so'mgami? 2 millionga bo'lmaydimi shu aka? 2 millionga bo'lsa bo'ladi hozir. O'zi biz katta sex, katta ko'p ishlab chiqaramiz bunaqa narsalardan. Endi qarang, byudjetniy variantlari mana ularni. Byudjetniy variantlarimiz mana hadovoy eng ko'p sotiladigan poson ham high-tech poson qilingan.
Bularimiz ham yerga tegib turadi hamma tarafi. Machalkasi ham 8 machalka bo'ladi parallel. Mo'shay materialda bo'ladi. Mexanizm ham oxirigacha o'tkazilgan, mexanizm ham bo'lkaga qatirgan. Yerga tegib turadi. Sondig'i bor, shkaf ichida ishlar. Rastki laminat qo'yilgan pollariga, bemalol ko'tarishi xizmatlari garantiya beraveramiz. Bularimizni bu yerda mana shu yerda 2 million 200 ming so'm kami bor deb 1 million 800 ming so'm, 1 million 900 ming so'm beryapmiz. Lekin obunachilarga o'sha 1 million 700 ming so'mdan jupini chiqarib beraveramiz mana shuni. Buni ham eni 90 90 ga 2 metr bo'ladi. 2 metr. Prujinalidan ko'ra 10 sm kalta bo'ladi. Lekin 1.90 dan bemalol yotaveradi bunda ham. Juplaganda 1.80 bo'ladi. Mana ular ham ixcham ishlangan ekan, unaqa ko'p joy egallamaydi ekan. Shularga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Nihoyatda go'zal. Buni misol aka qarangda, meni manaqa misol hostellar telefon qiladi, mehmonxonalar ko'proq deydi 50 so'm 100 so'mini kelishaveramizda, to'g'rimi? Kelishtirib beramiz. Bizda optimi unaqa 20 ta 30 ta olaman deyishi mumkin. Misol gastinisalarga, dachalarga hammasiga beryapmiz. Toshkentlargacha hamma joyga 12 ta viloyatga beryapmiz. Endi ma'nolaringiz-chi? Aka, ma'nolaringiz endi mana mebelni qilib tikilganlar, bular ham 120 lik ekan-a? Bular yumshoq qilib ishlangan, bu 110 bo'ladi. Ha, bular 120 bo'lsa, bu 110. Lekin buni sonliq qilib moslaganmiz, mo'shay materialda bo'ladi hamma yo'g'i. To'rtta mexanizm. Polniy PVX bosilgan, mo'shay material bo'ladi. Aka, mexanizmni ham men qoyil qoldim, o'zim ham ustaman, aka 25 yillik ustamanda. 4 ta qo'yganingiz nihoyatda go'zal bo'lganda, qarang aka, mexanizmni ham qizg'anmagansiz. Donasi aziz obunachilar, mana shuni ham pul. Hozir ozattirib qo'ysa 2 dona qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerga bitta, u yerga bitta qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, lekin usta to'liq qilib qo'ygan, ichlarini ham bo'lib qo'ygan. Bu ham kvadrat yerga tegib turadi aka. Bu ham aka polniy parallelli ekan-a? Bu parallel emas, ichiga haligi zimeyka prujina qo'yilgan bo'ladi. Yumshoq bo'ladi, prujina ichida bor, machalka bilan aralashtirib qo'yilgan bo'ladi. Zavodskoy parallellar bosilyapti. Zavodskoy prujina ham formlayn bosilyapti o'zi asosan. Koreyskiy prujinadan qo'yilgan bularga. Shuni aytaman-da. 110 ga 2 metr, ichini o'zi 2 metr bu ham. 2 metr, ha? Chotki. Bu ham hoji ota hojionalarimizga vaqti zo'r ekan. Yumshoq, maza qilib yotadigan beramiz. Buni ham bir donasini mana. Bular donasini 2 million so'mdan qilib beraveramiz. Bu yerda 2,5 million kam borda 2 million 200 dan sotyapmiz. Shu. Donasini 2 million so'mdan optim narxda biz ham 15-20 yilga ustamiz. Endi klientlarga biz ham yaxshi narsa berishga harakat qilasiz ekan. Eskirgan sari usta ham. Shuning uchun hamma o'g'ilmoshni qilib qilganman. Maza qilib o'zimga qilganday qilingan. Chiqarib bera olasiz. Bagovka qilib chiqarib bera olamiz. Bu rasvetkasi misol o'zgarmaydi, to'g'rimi? Buni yana keyin 90 ligi bor, obishniy razmerdagimiz. Bularda ham sondalik bo'ladi, siz ko'rib qo'yasiz. Bu 3 talik bo'ladi. Material ham teddiy materialda. Teddiy material, ha. Teddiy material. Aka, lekin qoyil lekin ishingiz. Buni necha pul qilib berasiz aka? Bularimizni 3 million so'm qilib beramiz juftini. Donasi 1,5 million so'mdan. Jufti 3 million so'm qilib beramiz. Buni donasi 2 million so'm bo'ladi. Aka, obunachilarimizga. Qanday magazinga sotaman ham deydi, boshqa ham deydi aka. Kelishtirib qilib beramiz aka. Telefon qilaveradi. Telefoningizni qoldiraman, pastda nomerlar bo'ladi. Ranglari o'zgaradi. Bularimiz yana bir o'zimizning eski haligi panda fasonlar bular, eski fasonlar. Lekin kimlardir shundan so'raydi, masalan, yumshoq orqasi yana o'tiraman deganlarga. Bulardan ham bularni ham narxi shunaqa. Juftini 3 million so'm qilib beryapmiz. Ozgina ko'tarilgan, lekin haqiqatda obunachilar material parallellar ozgina oshdi, narxlar oshdi. Bundan ham hisobiga aytyapti. Iloji ozgina narigilaringiz hozir 1 million 700 ming dedingiz-a, narigina, bir juftlar. Donasini. Nima? Shularda 750 ming beryapti-deyiladi, hozir 1-200 ming. Machalka 15 ming so'm edi parallel santimetri bu olamiz, 2 ga 1 bo'ladi. Hozir misol 5 santimetr qimmat bo'lib ketadi-da, hozir farqi 7 ming so'mdan hisoblangan 70 ming so'm bittasi qimmat bitib ketadi. Ashuni hisobiga 850 ming so'm qilib qo'ydik. O'zi 750 ming so'm sotyapti deymiz. Aslida buni necha pul beramiz? Bularimizni aka 2,5 million so'm kami bor deb bu yerda 2 million 300 sotilyapti, lekin 2 million 200 ming so'mdan chiqarib beraveramiz bularni. Donasi 1 million 100 ming so'mdan, bosh tarafida ham kitoblar yoki telefonlar ichida joy bor ekan. Jovoni bor, aladoni bor bu yerda. Sondali bu ham narsalarga e'tibor berib qo'yasizlar. Nimadir bekitmoqchi bo'lsa, bemalol bu narsa qo'yib qo'yasiz. O'rinda bekitib. Pullar shu yerda qilaverasizlar. Chotki. 1 million 100 dan kam 1 million 100 ming so'mdan berdi oxiri. Bo'ldi, mana o ekonomishni, yana mana variantlaringiz ham go'zal chiqibdi, mana bulardan ham bor hozir. Mana gastinisalarga, mana mehmonxonalargacha nihoyatda go'zal bunisi. Mana material ham o'zimiz hali Maybuk materialdan ekan. Chotkidan ekan, Teddydan keyin chiqqan-a, 100% lan. Tayyorlari bo'litgan aka buni ham. Poson, yangilik poson, turetskiy mebellarga o'xshatib qilingan.
Ulardan ham kerak Hakikatdan. bo'lsa 300 yorilyapti. Sifati ham zo'r, MDFdan qilingan mana. Necha pul bu aka? Bularimizni 2,5 million so'mdan qilib beraveramiz aka. 2,5 milliondan bir O'zi- jup, ha? O'zi 2 million 700 ming so'm sotishimiz kerak. Lekin misol internetdan hozir ko'pchilik internetda savdo qilyapti. Ular uchun bu qulaylik deb 2,5 million so'mdan jupini qilib beraveramiz aka. Mana ulardan bor. Keyin azobunachilar bitta narsaga e'tibor berib qo'yasizlar. Buni upakovka qilib beradi. Upakovkasi ham 100 ming, 150 ming so'mga aylanadi. Shuni qo'shmaydi. Ustaga men aytib qo'ydim. Shuni opa yoki aka upakovkasiga pul bering demaydi. Shuni hisobiga hozir buni arzon aytyapti, haqiqatda arzon aytyapti. Shuning uchun men buni narxini tushib bering demadim. Mana ularni ham bir xil ekan. Aka, to'xtang, bundan ketib qolmaylik. Mana uni ham qarang, nihoyatda. Mana uningiz ham o'ta go'zalda, qarang. Bu Istanbul poson aka, bu Anqara posoni. 20 yoshli bolalar maza qilib yotadigan, nihoyatda hali farzandlariga olib beraman deganlarga 15 yoshdan boshlab, 12 yoshdan boshlab qarang, nihoyatda go'zal. Buni necha pul qilib beramiz aka? Juftini 2,5 million so'm, donasi 1 million 250 ming so'mdan qilib 1 beramiz. million 250 mingdan bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi, albatta. Dastavka xizmati pulli bo'ladi. O'zingizni yo'nalishingizga qarab chiqarib beradi narxini, xudo Mana xolasa. monolarimizdan bor, Buningiz ham yangiliklar. go'zal mana, buningiz ham go'zal. Usta. Buningiz ham mana unisi nisbatan mana unisi balandroq, ha, buni. Ko'rkam. Buni 1.10 qilingan. 1.10 sm Ha, yerdan balandligi, balandligi. yerdan Uyga balandligi. qo'yganingizda ham baland turib, borish qo'yganingizda ham poson yopilib qolmaydi. Manalari. Bu ham 92 metrlik, ha? Bu ham 92 metr. Manalari ramka qilib qo'yganmiz aka. Ichlari mana 100% bu ham azobunachilar, bu ham parallelli variantimiz, bez matras. Matras qo'yilmaydi. Buni ustiga baribir to'shak solasiz, boshqa qilasiz. Nihoyatda go'zal. Sondolari hamma o'moshli qilib ishlangan. Mexanizmlar ham nihoyatda go'zal qilib qo'yilgan. Hamma tomonga bir xil bo'lib tushadigan qilib qo'yilgan. E'tibor berib qo'yasizlar aziz obunachilar. Keyin buni monon MDFdan material, qo'yni rossiya MDF ishlangan. Rossiyskiy MDF. Orqasi ham bu kala taraf, oyoq tarafi ham MDFdan. Maqsadda necha pul bu? Buni ham 2,5 million so'm berdik. Misol bu yerda 3 million 200 kami bor deb, misol 2 million 800 dan sotamiz. Mana ular ham shundan ekan, ha? Bular ham mana shundan. Aka buni manellarini ham, burchaklarini ham mana misol material bo'ladi-yu, material bo'ladi-yu. Ko'p o'tirib nima qilganda shilinadigan, yirtiladigan, kirolaydigan boshqa joy mashina bo'ladi. Shuning uchun ramka qilib qo'yganman. Endi neflik qiladi aka. Ha, o'tirganingizda moningizga ham tegmaydi, moningizga ham tegmaydi aka. Qoyil. U yerda qirilib urilsa ham mashina bo'ladi aka. Nihoyatda go'zal. Kraskalardan ham toza tortilgan mana bu narsaga. Nihoyatda go'zal. Maqsadbek buni 2,5 million so'm bir juftini aytyapti, xudo xolasa. Juftini aytamiz bu odatda. Donalarimiz mana u ham 1.10 lik ekan. Bular ham paltarashkalari. Buni necha pul qilib berasiz? Bularimizni 2 million so'm kami bor deb buni bu yerda 1 million 600, 1 million 1,5 million so'mdan qilib beraveramiz sizlarga. 1 million 400 ming ekonomishni qilib bering desa, qilib beramiz. Qilib beraveramiz. Buni ham selishga, otamga, onamga olib beraman deydi-da. yumshoq. Men o'tirganda ham hojalar oyog'i botmaydi, bilak olmaydi, boshqa suyani o'tiraveradi. Nihoyatda go'zal. Usta Maqsadbek ishlari nihoyatda go'zal ekan. To'g'risi men o'zim efirdan oldin ko'rib chiqdim. Ranglari bu go'zal. Endi mana shu ekan ishlaringiz, xudo xolasa. Bizdan chiqadiganlari shular. Optimchilarga misol magazinda sotaman deydi yoki gostinitsaga 10-20 ta olaman deganlarga endi kelishuv bo'ladi, azobunachilar. Endi siz lekin ikkita olmoqchi bo'lsangiz, to'g'risi narxini tushmaydi. Misol 20 ta, 30 ta, 40 ta olaman desa, shunda qiziqib usta misol kelishtirib qilib berishi mumkin. Aziz obunachilar, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta like bosib qo'yinglar. Usta Maqsadbek ishlari xudo xolasa sifatli ekan. Men o'zim ko'rib chiqdim, xudo xolasa. Viloyatlarga albatta dastavka qilib beradi. Dastavkasi o'zingizni hisobingizdan bo'ladi, chunki o'zi eng arzon narxni aytayapti, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Maqsadbek, rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Xudo xolasa. Sog' bo'ling. Xo'p.